Voy uloy, Alisher uzoq ketdimi? Sevdim Shumachani, sevdim. Sevmay o'l. Tinchlikmi Uzoqov? Meni restoranga taklif qildingizmi? Yo, pochchangizga telefon qilaymi? Pochchamga telefon qilishga shoshilmang. Siz bu yerdagi xabarni eshitsangiz, bu xabar sizga ham, pochchamga ham yoqadi. Keyin telefon qilasiz. Qarang. Bu restoranda yegulikni o'rniga sizga qulaylik va zo'r imkoniyat berishadi. Yuringda, hozir. Rahmat, men qarang. Men Alisher Uzoqov muxlisman. Muxlisman, necha yillik muxlisman. Ya assalomu alaykum Alisher aka, yaxshimisiz? Charchamisiz? Marhamat. Alisher aka, u Davudra degan kinoda zo'r o'ynagansiz-da. Nimada? Davudra degan kinoda o'ynagansiz. Tundan tongga. Ha, tundan tonggacha. Davudra. Xonsaroy restoranimizga xush kelibsizlar. Xo'sh. Nimalaringiz bor? Menyu bilan tanishtiraman. Birinchisiga 36 oylik muddatli to'lov, ikkinchisiga 48 oylik muddatli to'lov, uchinchisiga bizda katta yangilik qaynog'i bor. Qarang, 96 oylik muddatli to'lov. Yo'q, bu taklif faqat biz uchunmi? Yo'q, bu Xonsaroyning barcha mijozlari uchun. Endi siz Muhabbat shahri, Shirin hayot, Vodiy rezidens, Xonsaroy afsonasi, Bahor rezidens, Ramazon rezidens loyihalaridan xonadonlarni 96 oyga muddatli to'lovga olsanglar bo'ladi. Zo'r taklif ekan. Hamma tanishlarim shu yerga chaqirsam bo'lar ekan. Aytdim-ku sizga zo'r joy. Sharmanda qilding sen.